Ha. Boshladik. Shevada gapirmaysiz, iloji boricha. Ha Yaxshi. yoki yo'q demaysiz. Qayerdan keldingiz? Xorazmdan. Xorazmdan keldingiz. Birinchi marta kelishingiz, 4-chi. 4-marta. Kim bilan keldingiz? Dugonam bilan. Dugonangiz bilan. Xo'jayinni olib kelmadingiz. Qoldi. Ular qolishdi. Farzandlari ham yo'q. Olib kelmadim. Olib kelmadingiz. Nechta farzandlar? 3 ta. 3 ta. 2 ta o'g'il, bitta qiz, a? Shunday. Shunday, juda yaxshi. Muammolar bo'lmayaptimi, yo'qmi muammolar? Amallayapmiz. Amallar. Juda yaxshi. Kayfiyati zo'r-ku, ha? Juda. Juda yaxshi. Yana kelasizmi keyingi yiliga? Kelaveraman. Juda yaxshi-da. Xo'p, xo'jayingiz kelmadi? Kelmadi. Qachon keladi ular? Rossiyadan kelsa keladi. Yo'q, Rossiyadanmi? Dollarlar jo'natyapti ekanda. Jo'natyapti. Hozir dollar bormi yoningizda? Bor. Bormi? Voy, mashalloh, juda yaxshi. Xo'p, qarang, sanatoriyada lecheniyalar hammasiga ulguryapsizmi axir? Ulguryapman. Ovqatimiz yoqyaptimi? Yoqyapti. Tavsiya qilishga arziydimi? Arziydi. Aha, shikoyatingiz yo'q, ha? Shikoyat qilmayman. Qilmaysiz. Yaxshi. Savollarga yaxshi javob berar ekansiz-ku. So'z boyligingiz zo'r ekan. O'qituvchiman-da. Mashalloh, o'qituvchimiz. Shuning uchun sizni yutib bo'lish qiyin ekan. Yaxshi, dugonalar bilan ham kelishga arziydimi? Arziydi. Yaxshi baho qo'yasizmi o'quvchilarga? Qo'yaman. Kundaliklar yo'q ekanda. Yo'q ekan? Voy!